Hech qachon uyqudan turishingiz bilan suv ichmang. Ko'p odamlar tushunmagan holatda shunday qilib, o'z umriga zavol bo'ladi. Ko'p odamlar uyqudan turishi bilan suvni ichib olish uchun stakandagi suvga qo'l uzatadilar. Lekin Xitoy tabobatida biz shuni bilamizki, kechasi bilan og'izda zararli moddalar yig'ilib qoladi. Aniqrog'i, organizm chiqarib tashlamoqchi bo'lgan zararli moddalar yig'ilib qoladi. Siz esa bu moddalarni ortga qaytarib yuborasiz. Lekin bu narsani sizga hech kim aytmayapti. Meni oila a'zolarim ertalab uyqudan uyg'onishi bilan bir stakan iliq suvga yarim choy qoshiq tuz aralashtiradi. Og'zingizga shu suvdan to'ldirib, tishlaringiz atrofida 2 daqiqa aylantiring. Tomoq glandasini ham 2 daqiqa chayqang va suvni tuflab yuboring. Ana endi sizni og'zingiz tuzli suv tufayli zaharli moddadan xalos bo'ldi. Endi iliq suv ichishingiz mumkin.